Nima chizgilar kelsa chizasizlar. Nima xohlasanglar ichidan chiqarasizlar. Qobiliyatsiz va chizishni bilmaydigan inson mavjud emas. Tvorskiy tarafdan rasm chizishni boshlaymiz, o'zimizni ichki dunyomizni ochib. Bugungi mavzuyimiz mening oilam. Kimga qaysi shakl ko'proq yoqqani to'g'risida suhbatlashamiz. Uchburchakni yaxshi ko'radigan odamlar vershinaga intiladi. Birinchilikka intilish kuchli. Aniq bir narsani tushunib olishimiz uchun bizga ijodkorlik juda ham muhim hisoblanadi. Ranglarni o'zi bitta katta tema, o'zini odam ranglar bilan davolashi ham mumkin. Yashil rang bu hayot belgisi. Bu insonlar hayotda yashab qolishga intiladi, o'zini qobiliyatini ochib, o'sha taraf bilan hayotda o'zini ko'rsatib beradi.